O'smirlik yoshida bolalar ota-onasidan ko'ra do'stlarini davrasiga intiladi. Bilasizmi, bu bolalarning qo'rquvi bilan bog'liq. Aynan o'smirlik yoshida bola jamiyatdagi o'rnini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Uning maqsadi shu jamiyatda o'zining mustahkam o'rniga ega bo'lishni istaydi. O'smir bolaning jamiyati nima? Bu uning do'stlari davrasi. Shuning uchun ham aynan shu yoshda bola o'qituvchisini gapiga kirmasligi mumkin, ota-onaning gapiga kirmasligi mumkin, akaning gapiga kirmasligi mumkin, lekin do'stlarining gapiga kiradi. Do'stlari uni bemalol boshqara oladi, chunki u jamiyati uning. U yerdagi o'rnini yo'qotib qo'ysa, bola, mana sinflarda agar bitta bola bilan butun sinf gaplashmay qo'ysa yoki ikkita-uchta bola ham u bilan gaplashmay qo'ysa, bundan og'ir jazo yo'q. Uning o'rnini hech narsa bilan qoplab bo'lmaydi. Ota-onaning poddershkasi bilan ham, aka-ukalar uni zashta himoya qilsa ham qoplab bo'lmaydi. U asosiy qo'rquvi jamiyatdagi o'rnini yo'qotish.